O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-iyul kuni Jizzax viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Zarbdor tumanida, xususan olis hududlardan biri Oqar mahalla fuqarolar yig'ini hududida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalladagi ko'p qavatli uylarni yangi mavsumga tayyorlash jarayonida nafaqat fasad va tom qismlari ko'zdan kechirilmoqda, balki atrof muhit ham obod qilinib, yashil maydonlar yaratilyapti. Hozirda uylar atrofi tozalanib, zamonaviy tadbirxonalar barpo etildi. Muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari yangilanmoqda. Shu bilan birga quyosh panellari o'rnatilib, energiya tejamkor texnologiyalar hayotimizga joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qarori ijrosi doirasida ham Zarbdor tumanida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, manzilli ro'yxatga kiritilgan Oqar va Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ko'chalarda 1000 dan 765 kilometr masofada shag'allashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Biz Navbahor mahallasida yashaymiz. Oqtepa ko'chamiz. Ko'chalarimiz oldin loy edi. Bolalarimiz maktabga borishga qiynalardi. Hozir mana shag'allashtirib berilibdi. Rahmat prezidentimizga. Bolalar endi qiynalmasdan maktablarga, o'qishlarga borib keladi. Ko'chalarimiz mana obodlashtirilibdi. Rahmat yurtboshimizga. Kattakon. Ushbu chora-tadbirlar aholining qulay va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash, yo'l infratuzilmasini yaxshilash hamda tumanning yanada obod bo'lishiga xizmat qilmoqda.